Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Doktor yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Aka, Andijon marhamatdan telefon qilyapman aka. Hop. Ana internetda YouTubedan ko'rganimda haligi ertamanda yuvinib boshini artganimda bo'yin jiyak chop oldi deb video qo'ygandinglar. Hop. Xuddi shunaqa holat bo'lib qoldi. Nima qilsam bo'ladi? Nima deysiz? Nevrologga chiqing. Nevrologga buni ukol bilanmi yo naqa mashq bilanmi nima qilamiz doktor? Okajon, nevrologga chiqsangiz, o'zi ko'rib, tekshirib yetadi. Hozir masofadan turib men tashxis qo'ya olmayman aka. Va doktor, bunda siz YouTubedan qo'yyapsiz-da, bunga chapga buriltirdingiz-da, keyin ali bola yaxshi bo'lib qoldi. Nima lechina qilganingizni aytmadingiz, qanday mashq qilganingizni aytmadingiz, shuning uchun telefon qilyapman sizga. Oka, men vrachman. U kasallikning sababini tekshirib turib, keyin u ish qilaman. Siz hali bolani tekshirdingiz, xuddi shunaqa holatdaman. Hop, hozir masofadan turib masga qarab yordam beraman aka, o'zingiz ko'rmasiz. O'sha bolaga nima narsani qildingiz? Birdan yaxshi bo'ldi. O'ngga qayrildi, qayrilyapti, chapga qayrildi, bermayapti chapga. Okajon, men sizni tanishlaysizmi? Aka, noto'g'ri ish qilyapsiz. O'z sizdan ko'ramiz endi.